Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hubaydaxon aya, omonmisiz onajon? Rahmat. Sog' salomatmisiz? Hayotni shirin tashvishlari bilan charchab qolmayapsizmi? Yo'q, rahmat. Salomat bo'ling. O'zingiz yaxshimi? Alhamdulillah, rahmat onajonim. Ayni daqiqalarda biz sizga Yaqinimga tabrik kanalidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Bugungi shukrona kuningiz munosabati bilan. Ayyomingiz muborak bo'lsin, ilohim. Rahmat. Azizsiz, muborak 54 yoshni qarshi olayotgan ekansiz. Aynan sizni biz orqali qutlayotgan mehribon insoningiz bor. Ularning ajoyib tabriklarini o'qib eshittirsam rozimisiz onajon? Ha, mayli. Bunaqada tinglab turasiz. Shunaqa qiling onajonim, yashang. Tinglab turasiz, ajoyib tabriklar aynan sizga atalgan. Ko'zlari monchog'im, yuzi oftobim, baxtli onlarga boy umr kitobim. Bu hayot yo'lida bo'lgan chirog'im, bugun onajonim tug'ilgan kuni. Tunlari uxlamay yo'lim zor kutgan, boshidan ne azob sinovlar o'tgan, hasratu dardlarin ichiga yutgan, bugun volidamning tug'ilgan kuni. Dunyoga keldik biz shodlandi onam, hammadan chiroyli o'zi yagonam. Boshga sinov kelsa bo'lgan parvonam, bugun onajonim tug'ilgan kuni. Assalomu alaykum biz uchun aziz va qadrli bo'lgan jannat iforligim, mehribonim onajon. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Bugun sizga nima desam, qanday so'z topsam ham ozdek tuyuladi. Yuragimning eng chuqur burchagidan sizga minnatdorchilik bildirishni istayman. Sizning mehr va muhabbatingiz, sabringiz va mehribonligingiz bizni hayot yo'limizda ushlab turgan mustahkam kuchdir. Sizni har bir mehribon nazaringizda, qo'llaringizni har bir silashida, duolaringizni har bir ohangida men cheksiz muhabbatni his qilaman. Onajonim, sizni mehringiz har qadamda bizni qo'llab-quvvatlaydi. Duolaringiz yo'limizni yorqin qiladi. Har safar qiyinchilikka duch kelganimda sizning sabringiz va matonatingizdan kuch olaman. Siz menga faqat yashashni emas, inson bo'lishni, mehribon bo'lishni, yaqinlarga yordam qo'lini cho'zishni o'rgatmoqdasiz. Onajon, borligingiz biz uchun dunyodagi eng katta boylikdir. Hayotimizni har onada sizga mehrimiz cheksiz va minnatdorchiligimizni so'z bilan ifodalab bo'lmas darajada chuqurdir. Sizga sog'lik, baxt va tinchlik tilaymiz. Doim yonimizda bo'ling. Har doim duolaringizda bo'laylik. Sizni juda ham yaxshi ko'raman onajonim deya ajoyib tilaklarini yakunlaganlar. Azizsiz, onajonim, bunaqa chiroyli tabrikni sizga qaysi dilbandingiz yo'llayotgan bo'lishi mumkin? Keling, ushbu tabrikni kim yo'llaganini so'ngida aytib o'taman. Hozir esa tabrikka qo'shilayotgan mehribonlaringiz nomlarini tilga olaman. Avvalambor bu tabrikka qo'shilmoqdalar turmush o'rtog'ingiz No'monjon dada, o'g'illaringiz Ahrorjon, qizlaringiz Hilolaxon, kelinlaringiz Mohiraxon, barcha nabiralaringiz, yaqinlaringiz nomidan sizni keliningiz Shahnozaxon opa qutlamoqdalar. Rahmat. Azizsiz albatta. Kelinlar ham qizdek bo'lishadi, to'g'rimi onajonim? Yonimda birga o'tiradilar. Albatta, umrlari ziyoda bo'lsin ilohim. Inshaalloh. Ilohim. Inshaalloh. Albatta, ilohim aytganingiz kelsin, hamisha yoningizda, xizmatingizda yelib yugurib uchib qo'nib qilib yurishi tilakdoshimiz. Inshaalloh ularning baxtiga sizni baxtingizga aziz farzandlaringiz va mehribon kelinlaringiz, nabiralaringiz omon bo'lsinlar. Rahmat. Azizsiz. Xo'p bo'ladi onajonim. Inshaalloh. Rahmat. İnşallah. İlohim. Amin. İlohim aytganingiz kelsin. İnshaalloh tez fursatlarda No'monjon dadamiz bilan birgalikda
haj va umra ziyoratlarini aziz farzandlaringizni qanotingiz ostiga olib, birgalikda borib kelishlik baxti nasib aylasin. Ilohim. Inshaalloh. Azizsiz albatta. Inshaalloh. Ilohim. Ilohim. Hamisha omon bo'lsinlar. Amin. Aytganingiz kelsin. Inshaalloh. Onajonim, bugungi ayyomingiz muborak bo'lsin yana bir bor. Azizlaringiz, aziz mehribonlaringiz baxtiga sog'-omon yuring. Nafaqat siz bilan bugungi 54 yoshingiz, balki 80, 90, 100 yoshlaringizda ham hamisha qo'ng'iroq qilib ayyomlaringizda qutlab yurish baxti nasib aylasin. Ilohim. Hozir esa yo'lingiz bexatar bo'lsin. Allohning panohida bo'ling. Bugungi ayyom sizniki. Uni ajoyib tarzda kutib oling, onajon. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Ayyomlar muborak bo'lsin. O'zingizni asrab avaylab yuring. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Ayyom muborak bo'lsin. Xo'p onajonim, o'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p bo'ladi. Yaqinimga tabrik kanalining ajoyib qo'ng'iroqlari galdagi qahramonimiz, mehribon onajonimiz Huvaydoxon ayamiz bo'ladilar. Ushbu insonga ajoyib nurli, fayzli kunlarida biz orqali tabrik yo'llayotgan mehribon qizlari kabi bo'lgan kelinlari Shahnozaxon opaga alohida tashakkurlar izhor etamiz. Aynan bizning kanalimiz orqali mana shunday ajoyib kunga bizni g'oyibona sherik qildilar. Biz ham barchangizni qadrlaymiz, hamisha yaxshi ko'ramiz va sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. Ilohim, sog'-omon yuring, Huvaydoxon aya, ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizlar bilan Yaqinimga tabrik kanali va ushbu kanalning boshlovchisi Kamina Niloya bo'ldi. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz.